Monarx Maxluqlar merosi serialining 2-sezoni juda shiddatli davom etmoqda va hozir 5-qismgacha yetib keldik. 2-sezonning 1-qismi juda qiziqarli boshlangan edi, ammo keyinchalik temp biroz sekinlashdi. Albatta bu yomon narsa emas, chunki hikoya aynan shu nuqtadan ataylab sekinlashib, voqealarning fonini, qahramonlarni va umuman olganda serialda aslida nimalar bo'layotganligini tushuntirishga e'tibor qaratdi. Men ham har bir kichik detal uchun video qilishni xohlamadim. Biroz voqealar yig'ilsin, aniqroq bo'lsin deb kutdim va 5-qism aynan burilish nuqtasidek tuyuldi. Endi ko'plab narsalar o'z o'rniga tushmoqda. Ba'zi savollarga javob topilmoqda va hikoya aniqroq yo'nalishga kiryapti. Shuning uchun keling shu qismgacha bo'lgan jarayonni birgalikda ko'rib chiqamiz. Detallarga biroz chuqurroq kiramiz, lekin avvaldan ogohlantiraman, videoda spoilerlar bo'ladi. Sezon boshida va treylerda bizga yovuz sifatida ko'rsatilgan yangi Titan haqida endi ancha ko'proq ma'lumotga egamiz. Mahalliy aholi uni Kokay deb ataydi. Bu nom Kai-Kai-Vuli afsonasiga ishora. Mapuche mifologiyasida Kai-Kai-Vuli dengiz va undagi barcha jonzotlarning hukmdori bo'lib, ulkan ilon sifatida tasvirlanadi. Serialdagi Titan aynan shu mavjudotning o'zi emas, lekin undan ilhomlanilgan. Endi esa Titan X ning serialdagi xatti-harakatiga to'xtalib o'tsak. Titan har 15 yilda bir marta yer yuziga chiqib ma'lum bir yo'nalish bo'ylab harakat qiladi va bu sayohati davomida o'z maqsadiga yetgach yana uyquga ketadi. Endi esa Bill chizgan xaritaga diqqatingizni qarating, chunki bu xarita Titan aslida nima maqsad qilayotganligini ko'rsatadi. Ko'rinishidan Titan X bu sayohatni shunchaki tasodifan zerikkanidan qilmayapti. Yo'nalish davomida u ma'lum nuqtalarga boradi va u yerda kichik jonzotlar paydo bo'ladi. Endi bilamizki, Titan X bu jonzotlarni his qila oladi va ularni himoya qiladi. Ehtimol bu mavjudotlar ham har 15 yilda qayta tug'ilishi mumkin. Titan esa go'yoki hosil yig'ishga chiqqandek ularni yig'ib yuribdi. Bu jonzotlar uning bolalari yoki ularning yordamida kuch yig'ib yashab qoladigan organizmlar bo'lishi mumkin. Qanday bo'lmasin, bu sikl juda uzoq vaqtdan beri davom etib kelmoqda. Eng muhim detallardan biri shuki, Titan X va Godzilla okeanni bo'lib olishgan. Bu esa shuni ko'rsatadiki, shu paytgacha ikki Titan bir-birining hududiga aralashmagan. Demak, Titan X aslida biz o'ylagandek yovuz bo'lmasligi ham mumkin. Hozircha u faqatgina bitta kemaga zarar berdi xolos. Endi esa xaritaga qaytsak, Chanoq oroli taxminan shu hududda bo'lishi kerak va diqqat qilsangiz, u Titanning asosiy yo'nalishining ustida emas. Bilamizki, Bill Chanoq oroli haqiqiy ekanligini juda kech bildi. U hatto oroldan chiqa olmagan ham. Shu sababli bitta taxmin paydo bo'ladi. Qahramonlar tasodifan Titanni uyg'otib yuborgan va bu voqea uni 6 yil oldin yuzaga chiqishiga majbur qilgan. Lekin bir narsani aniq bilamiz, Titan Chanoq orolidan hech qanday jonzotlarni yig'madi va to'g'ridan-to'g'ri o'zining yo'nalishiga qaytdi. 2-qismni eslasangiz, Titan X yetib borgan birinchi muhim joy Malakka bo'g'ozi edi. Bu joy Sumatra bilan Malayziya o'rtasidagi muhim o'tish nuqtasi bo'lib, xaritadagi yo'nalish bilan ham mos keladi. Bu yerda e'tibor berish kerak bo'lgan yana bir joy bor, Yaponiya. Treylerdan serialning bir qismi Yaponiyada bo'lib o'tishini bilamiz va Titan X ham bu yo'nalishda u yerga borishini endi aniq aytish mumkin. Yo'nalish quyidagicha: Titan Malakka bo'g'oziga yetgach, shu okean orqali yo'lini davom ettiradi. 4-qismda uning Amerika Samoaga borganini ko'rdik va u yerda ham o'z jonzotlarini yig'di. Keyin esa shu yo'nalish bo'ylab harakat qilib Santa Salenaga yetib keladi. 5-qismda hikoya aynan shu joyga yetib kelgan. Keyin nima bo'ladi? Bu joydan keyin Titan Amerika g'arbiy qirg'og'i bo'ylab shimolga chiqib, keyin Yaponiyaga o'tadigan ko'rinadi. Ammo bu yerda muhim detal bor. Biz uni treylerdan Kong bilan to'qnashuvini bilamiz. Shuning uchun katta ehtimol bilan Yaponiya voqealaridan keyin Titan yana Chanoq oroli tomon harakatlanadi. Endi esa muhim masalaga kelamiz. Titan X aslida yo'q qiluvchi mavjudot bo'lmasligi mumkin. Aksincha, u ma'lum siklda yuzaga chiqib, o'tgan hududlariga foyda olib keladi. Masalan, u yuzaga chiqqan joylarda baliqlar ko'payib, mahalliy aholi uchun boylik manbai bo'ladi. Lekin shu orada hammasi o'zgaradi, chunki sahnaga Apex kompaniyasi chiqdi. Ha, bu o'sha Mechagodzillani yasagan kompaniya. Hammasi 2014-yildagi Godzilla va Mutolarga qarshi jangdan keyin boshlandi. Walter Simmons o'sha voqealardan keyin butun e'tiborini Titanlarga qaratgan. To'g'risini aytganda, qog'ozda Mechagodzilla g'oyasi mantiqli edi. Bu insoniyat uchun himoya mexanizmi kabi ko'rinardi, ammo aslida hammasi qorong'u. Ular Titanlarni neyron aloqa orqali boshqarish g'oyasini ishlab chiqishgan. Bu endi himoya emas, balki to'g'ridan-to'g'ri zo'ravonlik va ular buni Titan X ustida ham sinab ko'rishdi. Yaxshiyamki bu to'liq muvaffaqiyat
muvaffaqiyatli bo'lmadi, ammo Titan his qilgan og'riq uning xatti-harakatini butunlay o'zgartirib yubordi. Normal holatda u o'z yo'nalishi bo'ylab tinch harakat qilardi, ammo birdan nazoratdan chiqib, Apex bazasini vayron qildi. Apex kompaniyasi esa o'zining qilgan ishi uchun narxini to'ladi. Lekin xavf hali tugamagan. Serialga yangi qo'shilgan Jeyson ismli qahramon oxirgi paytda muhim ma'lumotlar bilan qochib ketdi. Demak, bu ish hali tugamaydi. Ehtimol Yaponiyadagi voqealar ortida ham Walter Simmons yoki Jeyson bilan bog'liq boshqa tashkilot bo'ladi va keyingi qismlarda ular Titan X ni ham boshqarishni uddalashlari mumkin. Bu neyron boshqaruv tizimi ham sizga tanish tuyulyaptimi? Chunki bu Qirol Ghidorah ustidan ishlatilgan texnologiyaga juda o'xshash. Mechagodzilla loyihasida ham aynan Ghidorahning bosh suyagi orqali telepatik aloqa ishlatilgan edi. Demak, Apex bu texnologiyaning ilk prototipini Titan X ustida sinab ko'rmoqda. Endi esa Kate va Titan X o'rtasidagi sirli aloqaga to'xtalib o'tsak. Bu aloqa ilk bor Keikoda sezilgan edi. Titan topilgan paytda u uning tebranishlarini sezgan, ammo ko'rinishidan qobiliyat Kate'da yanada kuchliroq. Demak, u Titan bilan aloqa qila oladigan inson. Bu esa menga Motra va qizaloq o'rtasidagi mistik aloqani eslatdi. Bu qobiliyat unga qayerdan kelgan? Barcha ishoralar bizni Yaponiyaga olib boradi. Kate u yerda nimadir qidirayotganligini bilamiz. Titanning yo'nalishi ham Yaponiyadan o'tadi. Balki bu Titan u yerda qadimiy mifologik mavjudot sifatida tanilgan bo'lishi mumkin. Ehtimol Kate'ning oilasi shu aloqa merosini saqlab kelgan. Endi esa Hiroshi Randa personajiga to'xtalib o'tsak, rostini aytsam bu qahramon juda yaxshi yozilgan. Uning rivojlanishi va aktyorlik o'yini serialni juda yaxshi olib borayotgan edi. Lekin aynan shu paytda biz uni yo'qotdik. Bu sahna juda kutilmagan va juda og'ir bo'ldi. Qism boshida va oxirida aytilgan Furusata so'zi sahnani yanada ma'noliroq qiladi. Bu yapon tilida faqat vatan degani emas, bu insonning tug'ilib o'sgan joyiga bo'lgan chuqur hissiy bog'liqligini bildiradi. Kelajakda nimalar bo'ladi? Keyingi chiqadigan qismlar biroz sekinroq o'tishi mumkin. Ayniqsa Hiroshi voqeasi hikoyaga kuchli hissiy og'riq beradi. Ammo mavsum oxiriga kelib temp yana oshadi. Katta ehtimol bilan Titan X avval Godzilla, keyin esa Kong bilan to'qnashadi. Lekin mening taxminim bo'yicha Titan o'ldirilmaydi, balki u yana Axis Mundiga qaytadi va muvozanat tiklanadi. Serialning teng yarmi chiqib bo'ldi va oldinda bizni yana 5 ta qism kutib turibdi va har juma kuni bittadan chiqarib boriladi. Siz nima deb o'ylaysiz? Titan X haqiqatdan ham yovuzmi yoki u odamlar sababli yovuzga aylanadimi? O'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosib, kanalga ham obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xayr.